Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta buqamiz bor, Jaydari buqa. O'sha haqida bo'ladi. Bu buqamizni qassobga tirigicha sotildi. O'sha molimizni hozir yoniga boramiz. Albatta videoni boshlashdan oldin like'larni bosib tursanglar biz juda xursand bo'lamiz. Albatta like tekin bo'ladi. Ko'pchilik tekin like'ni ham bosishga erinyapti. Hozir o'sha buqamiz oldiga boramiz, to'liq ma'lumotlar beramiz. Necha oy bo'lgan, qanchadan sotildi. Iloji boricha borib bu molimizni necha kilo go'sht qilganini ham video qilamiz. Albatta hurmatli obunachilar, u molimizni go'shtini to'g'ri topganga ham sovrin bor. Hozir boramiz u molimiz oldiga. Ungacha mana buqalarimizni bir qator ko'rsatib beramiz. Qirg'iziston buqalari. Mana shu fermamiz oxirida bu molimiz. Buqalarimizni bir o'zgarishiga baho beringlar. Albatta havas qilganlar Telegram gruppalarga ham tashlab qo'yishinglarni so'rab qolamiz videolarimizni. Kimgadir foydasi yetib olishi mumkin. Shunaqangi buqalarimiz mana Messimiz, Messi janoblari. Har doimgidek dadal. Ko'ringlarchi, hurmatli obunachilar. Mana shu Messimiz Xudo xohlasa yaxshi ketyapti. Hozir boramiz bu molimiz oldiga. Albatta buqalarimizni nimalar yeyapti, to'liq ma'lumotlarni berganmiz. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar. Videolarni qo'yganmiz buqalarimizni kelgandagi va bir oydan keyin tortib. Xullas kalom to'liq ma'lumotlar berganmiz buqalarimiz to'g'risida. Mana shu buqalar ham yangi kelganlardan. Yangi buqalarimiz ham yaltirayapti. Akalar, mana shu kichik ustiga bu narsalar shu bo'pti. Mana shu buqamiz. Xullas kalom mana shu buqamiz. Ko'ringlar, tiligiga qancha chiqadi, uni ham tortamiz. Mana shu buqamiz ko'ringlar. Bo'yi 1.30 atrofida. Mana shu buqamiz ko'ringlar. Bo'yinlari joyida. Bundan oshiq semirmaydi bu molimiz. Ko'rgan bo'lsanglar, Jaydari buqa bular. Bu buqamizni kelganiga necha oy bo'ldi va nimalar yeganlarini Xudo xohlasa ertangi videomizda chiqaramiz. Bu buqamizni kilolarini taxmin qilinglar. O'tgan safargi o'yinimizda ham g'oliblarini aniqlaganmiz. Ularga ham mana shu 50 ming so'mdan pul tashlab berganmiz kartalariga. Xudo xohlasa buni ham topsanglar, birinchi topganga to'shni kilosini, misol 310 kilo deb aytsanglar bo'ldi. 310 kilo plus deb yozmanglar hurmatli obunachilar. To'shni sonni yozinglar va YouTube'ga ega bo'linglar. Bu buqamiz 58 ming so'mdan ketdi tirik vesiga. Mana shu buqamiz. Bu molimizni albatta tortamiz. Tarozga tortamiz. Go'shtlarini ham tortamiz. Go'shtini borib o'sha qassobxonada tortamiz. To'shni qilib. Albatta videoni shu joyigacha ko'rayotganlar tanish birodarlarga jo'natib qo'yishinglar so'rab qolamiz. Kimdir topishi mumkin-da.
endi sekin haligi nima deydi? Bunaqalar ko'paytiramiz, sovrinlarni. Shunaqangi qiziq o'yinlarimizni tashkil qilamiz. Xudo xolasa bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yana ham qiziq ma'lumotlar berib boramiz buqalar boqish to'g'risida. Mana shu buqamizni ko'ringlar-da. Hurmatli obunachilar, hozir kelishdi. Albatta hozir molimizni tortamiz. Guvoh bo'lib turasizlar. Taxminlar bildirib o'tasizlar. Hali sigo chiqarkin. To'polon qilishni boshladim. Shu kech kirganda Qirg'iziston buqasi bo'lami, jaydari buqa bo'lami, hammasi to'polon qilishni boshlaydi. Hozir baylashyapti. Men solib beraman. Men videoga olib turaman. Mana buqamizni baylab oldik zanjirlab shoxiga. Mana shu buqamiz. Kunduzi video qilib qo'yganman. Obunachilar ko'rgan. Mana boshladik. Aka berib yuboraymi ipni? Bismillahirrohmanirrohim. Endi bo'ynini yechib yuboraman, to'xting. Videoni to'xtatib turamiz. Mana akalar ketdi. Xudo xolasa. Burada to'polon qo'radi. Ularni uzvoray. Cho. Hush. Shoqiga zanjir tushgani uchun. Bak, bo'yni tortdik. Manzarani ko'ring, manzarani. Oldiga o'tib ol, akadan bitding. Akadan yugur, sen o'tib ol. Darvozani to's. Akadan sekin olib chiqib kelyapti. Mollar o'ta sho'xlanib ketdi. Hush. Nech kilo taxminiy? Tarozi ko'rib qo'ychi. 00 ekan, ketdi. 25 kilo bor. 430. Taxminiy ketdi. Hali bor. Nech kilo? Akram boy. Nechi? Taxmini ayting. Kim biladi? Hozir tortaver shu to'g'riga. 445. Tamam. Shu. Sizga necha davlat bergan? 1030. 35 bo'laveradi. 450 ga keladi. Bayda. 450 kilo keladi. Ha, nima bu? Siz qayda olyapsiz? Bu Ha. ichida. Bu 450. 55 ta. 55. Shu turchi? Bo'ldi. Sekin orqaga. Bu ipini. Xo'sh. Nayroda kiloni zo'r keldi. Bu katta. Bu. Katta. Nollar bo'ldi. Hadi to'xtating. Nolda. Qo'lingizni olib turing. Bo'ldi, nol. Bo'ldi. 82sida to'g'rimi? Taroz to'g'ri ekanmi? Bo'ldi akalar. Hurmatli obunachilar, eson-omon tortib oldik. Ancha oson bo'ldi. 35 bering. Shopir akamiz topdi. Topilganga topilgan go'sht. Buni go'shini nech kiloligini topganga 50 ming so'm bor lekin. 50 emas, Bonus. 100 ming ama. 100 ming? Ha, 100 ming. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 100 ming ekan. 100 ming tashlab beramiz. Shu molimizni kilosini topganga. Birinchi yozganga, to'shni yozganga. Haydi. Mana Kilosini deb qasaymiz. ketdi. Hozir boramiz. Borib, Xudo xolasa
tarozidan syomkasini boshlaymiz. Tarozidan. Xudo xohlasa necha kilo chiqadi? Taxminlarni yozaverasizlar.